Bosadi. Mana qara aka. Mana qara. Mana qara. Bu nima degan savol javob beraman qara. Keramikam to'kilib qolibdi bitta idishim ko'rsa, mana qara. Mana bu to'kilgan qara, mana qara. Mana qara. Keramik mana shu idishda keramik to'kilgan. Mana ko'rsan to'kilib mana temirga qotirib tashlagan. Super kley deb o'qib. Ham super kley bo'lib qolgan qarang, ham super kley bo'lib qolgan. Mana bular ham shu qotirib tashlagan. Bitta idishdagi keramik qotirib to'kilib qolgan. Endi to'yis ochiq qolib ketgan menimcha. Keramikalar sifatlimi deb savol bo'lsa, mana sizlarga javob. Fakt ko'r. Mana ke. Qarang, qarang. Qara, mana. Ham teri bittasi qara mana. Mana, qara. Ko'rsan mana polностью. Sizlarning savoliga javob mana fakt bilan keltiriladi. Yo'q, men doimo sifatli keramikani so'raman. Imенно bu anaqada sifatli keramikalar turadi. Arteshin va anaqa keramikalar bo'ldi, ichida bor, xolodilnikda bor. Ya'ni 2 kun oldin bitta o'shani keramika qiluvdik. O'shani ochiq holatda qoldirib ketgan ekanman. O'sha to'kilib mana holati. O'shani aytaman, sifatli keramika olishda adashmanglar, iliq qildirishda adashmanglar. Sizga zo'r maslahatni beruvchi Kartal Detering studiyamizga xush kelibsizlar bolalar. Shu